Parhez qilayotgan go'zal xonimlar uchun kaloriyasi kam nonushta. Qora nonimizni o'rtasini kesib olamiz. Rizo sosiskalardan foydalanaman men. Doim shu kolbasa va sosiska mahsulotlarini ishlataman. 2 dona sosiskani olib, tozalab, chiroyli bir xilda qilib to'g'rab olamiz. Nonimizni qizigan skоворodkaga solib, orasiga sosiskalarni bir xilda qilib terib chiqamiz. Bitta tuxumni yaxshilab aralashtirib, tuz solib, sosiskalarni ustidan quyib chiqamiz va qizarish uchun gazga qo'yamiz. Bir tomoni qizargach, ustiga sir qo'yib, kesib olgan nonimizni yopamiz va ehtiyotkorlik bilan to'ntarib olamiz. Chiroyli bo'lib qizarib chiqadi. Keyin bu tomonni ham yog'da qizartirib olamiz. Sendvichlarimizni tarelkaga solamiz. Issig'ida dasturxonga tortamiz. Noodatiy, juda ham mazali sendvichlar tayyor. To'g'ri ovqatlanayotgan Pravina Pitaniyadagi xonimlar ancha-muncha narsani mumkin emas deb yeyishga qo'rqishadi, lekin bu sendvichlarimiz juda ham foydali, kaloriyasi kam bo'lgan, mazali nonushta yoki ujinda bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.